Tez orada Free Fire sferasi nimalar qo'shiladi, qanaqa jackpotlar chiqadi, bugun sizlar bilan ko'rib chiqamiz aka. Menga nima qizig'i bor, baribir bular tushirish uchun almasmi yo'q deyishga shoshilmang aka. Agarda videoni kuzatib turadigan bo'lsangiz, 100 almasdan 300 almasgacha kuniga ishlashni o'rgatib qo'yaman. Agarda siz podpiskaga kalla qo'yib, Telegramga sakrab qo'yadigan bo'lsangiz, u botni men silkasini tashab qo'yganman akalar. Ya'niki o'zimiz shaxsiy original tekka almas botim. Free Fire sferasiga kelishi yaqin bo'lgan narsalardan bittasi bu LoL emotsiya. Buni bilgan biladi, bilmagan yana o'zi biladi. Bu emotsiyani orqasidan kelishi yaqin bo'lgan narsalardan biri mana shu narsalar kelarkan akalar. Agarda videoni kuzatib, podpiskaga kalla qo'yib kuzatib turadigan bo'lsangiz, keyingi videoda obzor qilib chiqamiz akalar. Xo'p, botga kirdim, nima qilaman deganlar uchun botga kirganingizdan keyin jumladan ham kichkina bo'lgan shartini bajarib qo'yasiz, bo'ldi. Va to'plagan har bitta referalingiz uchun 6 almasdan beriladi. Agarda to'plagan almas soni 1,5 mingtaga yetadigan bo'lsa, sizga ne to'lka almas akkaunt ham podarka qilinadi akalar. Ko'rib turgan akkauntingiz ham sotuvga qo'yilgan. Narxi va full obzori Telegram kanalida.